Erta bahorda bog'ingizni haqiqiy Yevropa atmosferasi, ya'ni o'sha gullaydigan o'simliklar bilan, xohlasangiz katta hajmdagi daraxtlar yoki bo'lmasa kichkina hajmdagi butasimon o'simliklar bilan ajoyib ko'rinish keltirishni xohlasangiz, biz albatta sizga yordam beramiz. Shu bilan birga bizani bog'imizda sizlar bemalol o'zingizga kerak bo'lgan doimo yashil o'simliklarni ham bemalol keng assortimentda tanlab ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Bizani O'zbekiston iqlim sharoitimizdan chiqqan holatda eng zo'r gullaydigan va tinimsiz gullaydigan o'simliklardan biri albatta atirgullar hisoblanadi. Ko'rib turganingiz shtamp ko'rinishidagi atirgullarimiz kompaktniy ko'rinishda bo'ladi. Tegidan hech qanaqangi sizga noqulaylik bermaydi. 1 metr shtamp, balandligi 1 metr va mana bunday ajoyib ko'rinishdagi shar shakllanadi. Atirgullarni bizda juda ham turli tuman har xil rangidan, har xil ko'rinishdagilarini o'zingizga mosini tanlab olsangiz bo'ladi. Va yana bitta eng kerakli ma'lumotlardan bittasi, atirgullarni mana shu bahor faslida, demak, qanaqa qilib to'g'ri kesishga ham e'tibor berishingiz kerak. Biz mana kesib hammasini tayyor qilib qo'yganmiz. Ular уже uyg'onib bo'ldi va o'sha atirgul baribir o'zimizning iqlim sharoitimizga juda ham mos kelgani uchun eng zo'r tanlovlardan biri albatta atirgul bo'ladi. Bizda shu bilan birga erta bahordan o'sha yozi bilan gullab turuvchi ajoyib bir kustanlikka bor. O'sha kustanliklardan biri albatta pion guli hisoblanadi. O'sha pion gullarini katta hajmdagilarini, ya'ni o'sha 15 litrli garshokda o'shanaqa katta hajmdagilarni xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, endi shoxlashni boshlayapti. Demak, ularni o'sha yoz faslida maksimalniy razmeri 1 metrgacha bo'ladi. Bizda yana yoz faslidan boshlab kech kuzgacha gullab turadigan ajoyib atirgullarimiz ko'rib turganingizdek, har bir garshokda demak 3 tadan yoki bo'lmasa 2 tadan qilib ekilgan. Bu yerda ham har xil sortlari bor. Misol uchun, mana bu sort, mana Pierre de Ransard eng zo'r populyarniy o'sha ko'pchilik qidiradigan sortlardan hisoblanadi. Mana shunaqa atirgullarimiz ham bor. Bular endi devorga o'rmalab chiqib ketadigan atirgullar hisoblanadi. Ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar hamda kommentariyalarda o'z izohlaringizni yozib qoldiring.